Agar siz ham oldingi va keyingi gunohlaringiz kechirilishini istasangiz, inshaalloh bu video juda manfaatli bo'ladi. 5-iyun Arafa kuni, Zulhijja oyining 9-sanasi. Allohning rahmiga erishadigan eng afzal kundir. Aynan shu kun Arafa kunida qodir bo'lsangiz, aslo ro'zangizni o'tkazib yubormang. Chunki Imom Muslim hadisiga ko'ra oldingi va bo'lajak gunohlaringiz uchun kaforat bo'ladi. Faqat haj qilayotgan insonlar bu ro'zani tutishmaydi. Keyingisi qalbingizni har qanday bo'lishi mumkin bo'lgan gunohlardan saqlang. Hech qanday gunoh ish qilmang. Bu rahm va shafqat kuni. Kechira olmagan insonlaringizni kechiring. Alloh esa sizni kechiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Arafa kuni qaysi duoni aytaylik deb so'rashganida ko'proq tavhid, ya'ni shahada aytishni maslahat berganlar. At-Termiziy hadisida mendan oldingi payg'ambarlar aytgan eng yaxshi duolar ham aynan shudir deb marhamat qilganlar. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Bu videoni hoziroq ulashing, eslating va siz ham ajrga ega bo'ling. Hayzli ayollar nimalar qilishini ertaga ko'rib chiqamiz. Obuna bo'ling.